Abu Lahabga o'xshagan ahmoqlar bilan payg'ambarimiz duch kelgan paytda ham o'zining boyaga rahmat manhajidan chiqmasdan, go'zal xulq bilan, lutf bilan muomala qilardi. Shular bilan teng bo'lib olmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarga mana shu bir bashoratni yetkazar ekan, agar Allohga iymon keltirilsa, oxirat ne'matlaridan avval dunyo mulki berishligini bashoratini berardi. Kimga? Mana shunday bir qo'pollik qilayotgan johillarga. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Talib kasal bo'lganda ziyoratiga keldi. Bir to'p Qurayshlik kishilar ham shu yerda bor edi. Abu Jahl ham shu yerda bor edi. Endi Abu Talib vafot qilishiga arafasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ziyoratiga keldi.